Bilol payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning vafotlaridan keyin Madinada qola olmadi va oradan ko'p o'tmay u yerni tark etdi. Yillar o'tdi. Bilol Shomda musulmonlar chegarasini qo'riqlab yurgan paytda bir kuni tushida Allohning rasulini ko'rdi. Payg'ambar alayhissalom unga: "Ey Bilol, bizdan buncha uzoqlashib ketding. Meni ziyorat qiladigan vaqting kelmadimi?" dedilar. Bilol uyg'onishi bilan qalbini sog'inch o'rtay boshladi. U darhol safarga tayyorlandi va Madina tomon yo'l oldi. Madinaga yetib kelgach, to'g'ri payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning qabrlariga bordi. Qabr ustiga egilib yig'lab yubordi. Shu holatda uni Hasan va Husayn raziyallohu anhuma ko'rib qolishdi. Ular Bilolni quchoqlashdi va undan payg'ambar sollallohu alayhi va sallam davridagidek azon aytib berishni so'rashdi. Bilol payg'ambar masjidining tomiga ko'tarildi. Bir vaqtlar Allohning rasuli hayotlik chog'larida azon aytgan joyga turdi va azon aytishni boshladi. Allohu akbar, Allohu akbar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam vafot etganlaridan keyin bu ovoz Madinada boshqa yangramagan edi. Madinaliklar bu ovozni eshitishi bilan qalblarini sog'inch qopladi. So'ng Bilol raziyallohu anhu: "Guvohlik beraman, Allohdan o'zga iloh yo'q", dedi. Madinaning titrashi yanada kuchaydi. Keyin esa yillar davomida aytolmagan jumlaga keldi. "Guvohlik beramanki, Muhammad Allohning rasulidir." Shunda Madinadagi hamma yig'lab yubordi. Hatto odatda ko'chaga chiqmaydigan qizlar ham ko'z yosh bilan tashqariga yugurib chiqishdi va "Nahotki Alloh rasulini qayta tiriltirgan bo'lsa", deb bir-biridan so'rashardi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning vafot etgan kunidan keyin Madinada hech qachon o'sha kundagidek ko'p yig'i bo'lmagan edi. Bu shunchaki bir insonning ovozi emas edi. Bu butun Madinaning sog'inchdan titragan qalbi edi.